Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avto O'zbegim hamda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Jak Avto O'zbekiston avtosalonidamiz. Ko'pchilik talab va istaklariga binoan Jak X200 yuk avtomobillarini obzorini sizlar bilan video davomida albatta ko'rib boramiz. Kantorona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Demak, obzorimizni boshlaymiz. Bu mashinamizni tashqi ko'rinishidan qaysi mashinaga o'xshatdinglar? Albatta kommentariyada yozib qoldirsanglar men juda ham xursand bo'laman. Bu mashinamizning plus tomonlari juda ham ko'p. Motorlari 2 litrli atmosferniy bo'ladi. Ot kuchi 147 tani tashkil qiladi. Benzinli impuls tomoni bu mashinamizda. Korobkasi 5 tali mexanika bo'ladi. Rullari gidravlika. Konteynerlari bor bu mashinamizda. Yana bitta plus tomoni bokovoy oynasida podogreflarigacha bor. Eng quvonarli tomoni bu mashinamizda shoferdan tashqari ikkita passajiri bemalol o'z bag'riga sig'dira oladi. Bu mashinamizda kuzovlarida achinkovkasi bor. Uncha-munchaga zanglab chirib yomon bo'lib ketmaydi. Podveskasiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda oldi prujina bo'ladi. Balon razmerlari 15 bo'ladi. Bemalol maza qilib haydasanglar bo'ladi bu mashinamizni. Hech qanaqa xarajat qilmaysizlar. Bort razmerlariga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda 310 ga 175 bo'ladi bort razmerlari. Ramalari ham usilis qilingan bo'ladi. Benzin baki bu yerda 65 talik bo'ladi. 100 kilometrga bor yo'g'i 8 litr rasxod qiladi bu mashinamiz. Qo'sh balonli bo'ladi. Ko'pchilik qo'sh balonli rosa so'raydi. Mana sizlarga eng zo'rlaridan topib qo'ydim. Qo'sh balonli. Bu yerda bizda zapaskalari ikkitalab bo'ladi. Orqa podveskasi resorda. Bu mashinamizda o'zimizda UzAvto treylerda sborka bo'ladi. Bu degani bemalol zapchastdan hech qanaqa xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizni mana keyingi tentli variantini ham bitta obzorini qilib o'tamiz. Bu mashinamizning tenti karkazli bo'ladi, yig'iladigan bo'ladi bu mashinamizda. Narxlarini videoning oxirida albatta aytib o'tamiz. Hop, keyingisi bizda budkali, ya'ni promtovarniy varianti. Olganinglardan keyin hech qanaqa jihoz qildirib o'tirmaysizlar. Millionsiz qilib soqani soqqa yuraverasizlar. Bortlari arkafonli bo'ladi, sifatli materiallardan ishlatilgan bu mashinamizda. Tepasida bu yoqda svetlarigacha bor, bemalol ref qo'ysanglar bo'ladi, ya'ni xaldinlik qilsanglar ham bo'ladi. Yo'llarida ham eshiklari bor bu mashinamizda. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichki interyerlariniki hammasi bir xil bo'ladi, faqat bortida farqi bor. Endi qanaqadir qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, albatta pastda nomerlarimizni yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'taman. Xo'p, tan narxiga keladigan bo'lsak, promtovarniy variantini tan narxi 275 million 520 ming so'm, bortli varianti bo'lsa 248 million 640 ming so'm, tentli varianti bo'lsa 255 million 360 ming so'mni tashkil qiladi. Albatta boshlang'ich 50% to'lov bilan 13 oy muddatgacha rasrochkaga ham olsanglar bo'ladi. Garantiyalariga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda 3 yil garantiyasi bor yoki 100 ming kilometrgacha. Boshlang'ich 25% to'lov bilan ham 1 yildan 5 yilgacha avtokredit asosida o'z nomingizga rasmiylashtirsanglar bo'ladi. Albatta Avto O'zbegim promokodi orqali telefon qilgan mijozlarimizga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bonuslarni qilib beramiz. Kelsanglar xudo xolasa test drive'larimiz ham bor. Endi lokatsiyamizni tushuntirib yuboraman. Bizning lokatsiyamiz bu yoqdan qo'ldan kevurish, rohat kiruga где-то bir 200-300 metr yetmasdan shunda o'ng qo'lingizda mana Jak Avto O'zbekiston avtosaloni joylashgan. Agar bugungi obzorimizda sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolaman. Podpiska bosish eshiklardan chiqmadi deb o'ylayman. Keyingi videolarda qanaqa mashinalar obzorini ko'rmoqchisizlar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.